dostlar. Bugün sizni o'zimning do'stim bilan tanishtiram. Selam dostlar. Selam Amir. Benim ismim Kamil. Menga 11 yaş. Men bugün sizge bizning oilamizning iti bo'sh turida so'zlayman. Aning ismi Nayda. Anga 2 yaş yarım. Ul 9-mayda tug'an. Ул немис тaqımından. Ana bizga Agarjida yashavchi do'stlarimiz bo'la ketdi. Biz ana bilan bek tez do'stlashib ketdik. Ul bek aqlli ham to'g'ri. Dunyoning eng aqlli itlari ishligina kira. Amina, Kamil, Nayda nerseler bilesin? Nayda bek ko'p komandalar bilan. Ul tepingni bir desang bere, yot desang yota, iğne qayt desang qayta. Hozir ko'rsatam. Nu yarar, ayda qaraymiz. Şınlap da akıllı iken sinetin. Nayda bek o'ynarga yarata. Mana bu onun yaratgan o'yinchig'i. Tayoqni atsang, ularni olib kelar. Молодец. Naydaning joni motor bo'lsin uchun biz anga vitaminlar beramiz. Baliq oshatamiz. Ati yangi oshlar pishira. Men de itib qarayman. Hatta bizning Nayda komanda bilan ashay. Nayda nija. Nija. Можно. Можно. Молодец, Nayda. Begrab akıllı iken senin itin Kamil. Dostlar, sizga Kamilning iti ishadimi? Sizga do'st yoki saqchi kerak ekan, mana bunday nemis taqimini oling'iz. Ular bek aqlli ham to'g'ri.